Bu videoni yaqinda siz 8 kilolik kirmoshlarni qimmat narxga olgan bo'lsangiz, o'tkazormasangiz afsuslanib qolishingiz aniq. Nimaga oldinroq shu videoni ko'rmadim deb. Qaranglar, bir oy oldin Ziplerdan 8 kilolik kirmoshni qo'ydik. Narxi sitkaga tushdi, 208 dollar deb. Shu orqamda turgan kirmoshni bugundan boshlab faqat o'zimizning obunachilarga olib sotarlarga emas, 208 dollar emas. Undan ham arzon. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Narxini prosta bomba qilib qo'yganmiz. Siklatimizga Zipler brenddan 8 kilolik avtomat kirmoshni olib kelib qo'yganmiz. Funksiyalarini ko'rsanglar bo'ladi. 11 xil funksiyalari bor. Kafolatlari 3 yil o'ziga, 10 yil motoriga, barabarlari ham katta bo'ladi. Eng qiziq joyi, siz qidirayotgan achiska baraban deysizmi, paravoy funksiya deysizmi, shu kirmoshlarda mujassamlangan. Xullas videoni cho'zib o'tirmang, shu orqam turgan kirmoshlarni donaga ham, optimga ham narxini bor yo'g'i 205 dollar qilib qo'yganmiz. Siklatimizdan lokatsiyasi bilan sotuvchilar nomerini Telegram kanaliga o'tib bemalol xarid qilib olsanglar bo'ladi. Hammanglarni siklatimizni kutib qolamiz. O'sha skidkaga qo'ygan hamma tovarlarimiz siklatimizda bor. Sog' bo'linglar.